xotinini uradigan nomard ukalarimga bir maslahatim. Shu Xudoydek mana shu urgan qo'llaringiz, tepgan oyoqlaringizni sinsa, jazodan oson qutulib qolasiz. Sababi siz o'zingiz bilib bilmay bolalaringizni qalbini sindiryapsiz. Xotiningizni, mana shu ishingizni, barakangizni sindiryapsiz. Bu juda yomon holatlarga olib keladi. Mana shu yoshlikdan urib, mayib qilib, boshqa qilib xotinni kiyib pishirmay yurganlarni ko'rdik. Qizini turmushga bergandan keyin 90% erkak xotinni urmay qo'yar ekan. Endi tushundim qizini turmushga berib xotinni urmasligini deb. Shuning uchun hozir oddiy rashklarni bahona qilib, boshqa narsalar bahona qilib xotinni uryapti. Rashkni bular nima deydi, chiroyli tuyg'uni yo'qqa chiqarib, urib, pachag'ini chiqarib mayib qiladi. Demak, u sevgi emas. U o'ziga ishonmaslik, nomardlik erkak bo'lmagan insonlar shu ishni qiladi. Shu uchun og'aylar, hozir yoshlikdan sevgi, muhabbatni qiling hozirdan. Siz o'ylamang boshqa ayol zo'r bo'zur, shu xotiningiz o'zi ham zo'r. Shunga ham agar ikki og'iz yaxshi gapirib, qo'lingizdan kelsa gul berib, gul ham olib kelmasangiz hech bo'lmasa bir yaxshi gap gapiring, xotiningizdan baxtli odam yo'q. Bolalaringiz ota-onani baxtini ko'rsa, bolalaringiz ham ertaga baxtli bo'ladi. Shu uchun og'aylar, bu gaplardan xafa bo'lmanglarda, to'g'ri tushunsalarning bu zo'r maslahat bo'ldi. To'g'ri tushunmaslaring yana shu bittayim bo'lib yuraveringlar.